mijozlik qildi. 1, 2, 3 mana 4-si. Qizil to'qiymiz. Undan keyin bir dona mana shu markerimizni olib, o'rniga bir dona oq to'qiymiz. Mana shu bundoq qaraganingizda balchiqcha hosil bo'lyapti mana. Mana qizlar, qotiradigansiz qo'ygan taqdirim, qo'ymagan taqdirimda ham vulqon juda ham qattiq chiqyapti. Chunki orasida ko'pchilik aytadi, biz ham ip qo'yib to'qib ketamiz, lekin baribir qattiq chiqmaydi. Ya'ni bo'sh chiqadi to'qiganimizda. To'qiysizlar-da, mana orasida shunda olib to'qiysizlar, yo'q, buni orasini yaxshilab ochganinglarda ulab ketgan oqimizni mana ulab ketgan oqimizni bo'lmas, bundan oldinga qolib ketgan oqimizni ham birga ko'tarib to'qishimiz kerak. O'shanda nurkiylarni anaqasi fasoni ham qattiq turadi. Juda ham qattiq to'qiladi. Chunki mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bunaqasiga tiqmayapman mana. Ko'rayotgan bo'lsa, ana shu oqni ham birga tepaga ko'tarib to'qishim kerak. To'qiganinglarda chiroyli bo'lib, mana qaranglar, mana bitta qolib ketgan, mana o'rtasini qaraganinglarda oqi bor. Shu oq ham tepaga, bu yoqqa tepaga chiqib ko'tarib to'qisanglar, o'lkalar juda ham chiroyli, pok unaqa bo'lib, nima deydi, orqa tomondan ko'rganinglarda mana bu yoqda oqlar ko'rinib turibdi. Buni endi to'qiymiz. Bu yoqda tag qismlarda orasida qolib ketgan, to'qilmagan. Shu to'qib hammasini bekitib to'qib ketsanglar, nima deydi, chokinglar ham, o'lkalarni turishi ham qattiq turadi. Bu ham bitta sir. Chunki ulab to'qib ketish, ip qo'yib ketib qolib ketadi, qattiq chiqmaydi deyishadi. Yo'q, qattiq chiqadi. Uning uchun siz to'qishni bilishingiz kerak. O'sha ulab tagida qolayotgan ipingizni ham mana tepasiga chiqarib to'qishingiz kerak. Mana endi hozir serdechkagacha to'qib olamiz. Mana to'qib keldim. O'sha serdechkagacha oqimizni to'qiymiz. 1, 2, 3 4 qator bo'lguncha to'qib kelasizlar serdechkani. Mana endi bu yog'iga sanaymiz. 1, 2, 3, 4 va oxirgisi mana 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta to'qib 6-siga oq to'qiymiz. Mana bu o'rta qismi. Sizlarda ham ketib qoladi bir tomonga, ya'ni bu tomonga qarab to'qiganimiz uchun birechamiz bu tomonga ketib qoladi. Narginisi bu tomonga. Shuning uchun oxirida to'qiganinglarda tortib bu tomonga bundoq qilib tortsanglar to'g'ri bo'lib ketadi. Oqonsaga oq to'qiymiz. Keyingi serdechka bo'lsa, xuddi shunaqa 4 tadan keyin 5 ta bu yoqdan, 5 ta bu yoqdan, 6-siga oq qo'shasizlar.
xuddi shunaqa qilib to'qib olasizlar и unaqagacha to'qib olamiz, banchigimizgacha. Mana qizlar to'qib kelib oldim. Bu yoqda ozgina adashgan ekanman. Bu so'kib boshqatdan to'qidim. Bu videoni o'chirib yuboraman. Videoga oldim desam, olmagan ekanman. Qaranglar, mana bu yoqda boshlagan joyimizdan oqimiz ulanadi, ya'ni 5 ta oq qilamiz. Mana bunda qoradan 5 ta bo'lgan. 1 2 3 4 5. Mana 5-chisiga marker qo'ydim. Markerdan bu yog'igacha oq qilamiz. Bundan bu yog'i mana 3 ta qizil, bitta oq bo'ldi. Endi bunda ham mana 3 ta qizil, bu yoqda bitta oq bo'ladi. Hozir mana 1 2 3 qizil bo'ladi. Keyin qizlar orada ko'pchilik qotiradigan ham so'radi. Qotiradigansiz to'qimasam lulkam tashlab deydi. Yo'q qizlar, mana oddiy qotiradigan qo'ymasdan turib, oddiy ip ulab u ip bilan o'zi to'qiyotganim uchun lulkam juda ham qattiq chiqdi. Mana oq uladik. Toza havoda video olish xohladim, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Mana endi shu 3 ta oqqa qizil to'qib olamiz. Endi bu yoqda ipim ham tugadi. Endi buni bu yoqqa tashladik. Bu yog'iga biz oq to'qiymiz. Mana 3 ta bo'ldi. Shunda bantigimizni mana bu turgan qora joyini shu yerdan mana to'qib oldik. Undan keyingi qator boshlaymiz. O'rtalari 3 tasi, mana 1 2 3 tasini o'zida marker qo'yib olsak, mana 1 2 3 qo'yib olamiz. Bundan uchalasi qizil rang bo'ladi. Men buni bu yoqdan olib chiqamiz. Oq. Chiqarib, bu yoqda bitta ipimizdan tugadi. Mana endi bu ipimizni chiqaramiz. Oqimizni o'tkazib oldik mana. Ikkalasi ham shuni gurjoni orasida qoldi. Yo'q, qizilimizni chiqarib oqimizni qoladi. Yo, buni ham adashimiz yo'q. Buni o'rniga oqimizni olib chiqamiz ekan. Bu yoqda qoladi. Adashdim. Bu yoqda qoladi, 3 ta. Chunki biz bu yoqda 3 ta to'qishimiz kerak. Qizlar noto'g'ri to'qigan ekanman, adashib ketdim. Qaranglar, mana o'sha bu yoqdan biza 3 ta qizildan keyin o'sha bitta mana shunimizning oldiga oq to'qiymiz. Oqimizni ilmasdan
oqimizdan ilmasdan qizilni olib chiqamiz va 4 ta qizil to'qiymiz. Mana 1 2 3 4 ta qizil, markerga bitta oq. Mana qizlar уже bandigimiz o'sha aytganimizdek mana ulab keldik. Endi buni ulab olamiz. To'qib kelib oldik. Endi buni ulab olamiz. Oqimizni qo'yib shu boshlagan joyimizdan yana xuddi shu rangimizdan chiqarib olamiz. Chiqarib oldik. Endi faqat bu yerda 3 ta bo'ladi. Birinchisini to'qidik, bu yerdan 2 ta to'qisak shu bilan 3 ta bo'ladi. Endi buni yonidan 1 2 3 ta oq to'qiymiz. Buni ilganimizdan chiqarib olib oq chiqarib olib dona oq chiqarib olamiz. Mana hozir biz mana bu ichini qildik. Уже mana bitta oq turganini ichi bizda qizil. Endi mana ikkinchi qatoriga keldi. 1 2 3 3 ta qorani biz 3 ta oq qilamiz. Shuni to'qiymiz-da, buni qoldirib 3 ta oq to'qidik. Undan keyin 2 ta yana shu rangimizdan to'qiymiz. Mana shu rangdan to'qib undan keyin oqimizga yana bitta oq to'qib olamiz. Shu bilan yana serdechkagacha to'qib oldik. Endi mana qaranglar, o'sha bu yerda oq qilganmiz. Endi biz 5-chi 1 2 3 4-chi qator bo'lsa 5-chi qatorimizda oqqa bu tomoniga bitta oqni tashlab yonidan oq qilamiz. Bu oqimizga to'qiymiz. Keyingisiga oq to'qib olamiz. Mana endi mana o'sha bitta oq tashlab qizil to'qidik, qora nonida oq bo'ldi. Endi xuddi shunaqa qilib 3 ta to'qib, 3 tadan keyin bitta oq to'qiymiz, bitta tashlab yana bitta oq to'qiymiz. Endi bunda biz oqib chiqamiz.
Keyingi bu yoqdan yana bitta oq. Xuddi shunaqa qilib bu yoqqa oq to'qiymiz. Yarasiga qasab. Xuddi shunaqa qilib bantigimizgacha to'qib kelamiz. Buni qizda yetib keldik o'sha bantigimizga. Endi mana bu yoqda oq to'qiganmiz. Endi shu yerga ham oq to'qib olamiz. Endi 2 dona mana oqimizdan keyin 2 ta qizil. Endi oqimizni o'tkazib to'qib. Endi oqimizdan mana 1, 2, 3 ta. 3 ta oq to'qiymiz. 1, 2, 3. Uchinchisida o'sha mana qizil to'qiymiz. Endi tayyor bo'ldi. Ipimizni bu tomonga o'tkazib olamiz. Ulab olamiz. Endi bu bitta joyimizga oq to'qiymiz. Qolganiga shu rangimizdan to'qiymiz. Hozir mana 1, 2, 3, 4 ta to'qidik. Yana biz 4 ta qizil va yana bu yoqda oq to'qiymiz. To'rtinchisida, beshinchisida oq ipimizni o'tkazib olamiz. Keyingi qatorimizda ham bu yoqdan oq qilamiz. 4 ta sanab mana shu oqqacha qizil. Undan keyin oq to'qib, undan keyin yana 2 ta qizil qilib ulanadi. Endi serdichkamizda o'sha shu bilan tugaydi. Bu yoqda qizil to'qiymiz. Qizildan keyin mana har rangiga o'sha oqlarimizda qizil to'qiymiz. Undan yog'iga 3 ta oq to'qib, qolgan mana bu 3 tasida qizil to'qiymiz. Bu yoqda 3 ta
oq, qizil. 3ta qizil, 3ta oq, 3ta qizil bo'ladi. Qizil to'qib keldik. Mana shu oqimizdan o'rniga qizil to'qidik. Endi bu yoqdan oq ipimizda 3ta to'qib olamiz. To'qidik. Bu yog'iga endi yana 3ta qizil to'qiymiz. Shu bilan уже serdechkamiz tugadi, boshqa qilinmaydi. Shu holatda qolinadi. Xohlasanglar bu yoqdan ham qilsanglar bo'ladi. Prosta boshqacharoq serdechka qilish uchun shu rangni tanlaganmiz, shunaqa ko'rinishda qilishni xohladik. Endi mana xohlasanglar hamma tomonini, tashqarini qilmasdan ichkarisini ham oppoq qilsanglar bo'ladi. Faqat chekkasini oq qilib birinchi marta to'qib ko'rmoqchi edim. Yomon emas, lekin yaxshi. Lekin baribir birinchi to'qiganimizga yetmaydi. Xuddi shunaqa qilib, keyingi tomonida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Birinchi oqiga qizil to'qiysizlar, 3ta oq, undan keyin 3ta qizil to'qiladi. Shu bilan serdechkamiz tugaydi va qatorimiz 11 qator bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yo'q, adashdim, 12 qator bo'ldi. Balandligi 12 qator. Shu bilan o'zi asli lulkamiz balandligi yetadi. 10 qator qilishimiz kerak edi. Serdechkamiz ozgina razmeri katta bo'lgani uchun lulkamiz balandligi ham ozgina katta bo'ldi. Bu hech qanaqa farq qilmaydi. Xuddi shunaqa qilib shu banchigimizgacha, mana banchigimizda ham bu yoqda har doimgidek oqdan keyin 4ta qizil to'qiymiz. Yana bitta oq to'qib, yana bu yog'iga 2ta qizil bilan banchigimizni ulab olamiz. Shu bilan banchigida qolgani kapushonkani qilayotganimizda kapushonkada ulab ketsak bo'ladi. Ya'ni hozir biz buni banchigimizni qolganini ham ko'taradigan bo'lsak, lulkamiz o'ta baland bo'lib ketadi. O'shani hisobiga shu qatorida lulka balandligi yetadi. Bari to'qiladi, chunki ruchkasi bor. 14 qator bo'lishi mumkin. Ruchkasini bu qator tugatganimizdan keyin уже yana bir qator to'qiladi. Balkim shu ko'rinishda qoladi. Ya'ni kapshonkaga o'tib ketmasligimiz mumkin. Mana qizlar shu to'qib oldim. Endi bu tomoniga ham o'tdik. Bu yog'ini o'zinglar bilasizlar qanaqa qilib o'tishni. Mana o'sha oqimizdan tugab 2ta qizil, undan keyin bitta oq, 2ta qizil, bitta oq. Shu bilan oq boshqa qo'shilmaydi. Yana aylanib to'qib keyingisiga ham mana bu yoqda hammasi mana shu oqgacha hammasi qizil bo'ladi. Undan keyin oq bo'ladi. Oqdan keyin mana o'sha ko'rib turganingiz ikkita qizildan keyin oq, bunga qizil to'qiladi. Xo'p, shunaqa qilib to'qib olasizlar mana. Mana qizlar o'sha bir qatorini to'qib, yana bir qator keldim. Shu bilan hozir bantigimizni, buni bu yog'i oq bo'ladi. Endi mana past qatori qanaqa to'qilgan bo'lsa, tepa qatori ham shunaqa bo'ladi. Mana bu yoqdan bitta oq to'qiymiz, qolgan hammasi qizilgacha qizil to'qiymiz va oq. Bu yog'i yana 3ta oq to'qib ipimizni olamiz. Endi ruchkasiga kelsak, video olinmagan ekan. Ruchkasi mana
ko'rib turgan bo'lsanglar, serdichkani oldidan bunimizni sal uzoqroqdan, chunki bir tomonimiz bu tomon bosh tomoni bo'lgani uchun sal bosh tomondan uzoqroq qildik. Mana oralig'i 14 ta, zanjirimiz 20 ta. Sal kattaroq bo'lsin deb qildik. Mana endi hozir biz yulkamizni xuddi shunaqa qilib, mana bantigimizni ko'rganinglarda xuddi shunaqa, mana rasmi ham o'sha birinchi videolarimizda bor. Ko'rsanglar o'sha mana bantigimizni o'zi shakli bilinib ko'rinib chiqdi. Endi buni to'qiganimizdan keyin oxirgi to'qishimiz ruchkani ulaymiz. Bunaqasini qilamiz to'qib. Nimaga bu yoqda serdichka boshqa desanglar, narigi serdichkamizni qatorida ozgina xato bo'lgani uchun so'kib o'tirmadim. Hech qanaqa farq qilmadi. Faqat bu jicha balandroq bo'ldi, bu yoqda to'qilmadi. Hech narsa qilmaydi. Endi bu yog'iga ruchkasini o'sha yerga to'qib olamiz.